Niyə stoyka işləmədin, niyə güləşdin? Mənim gözəl həmvətənlərim, mənim gözəl idman sevərlərim, bu MMA-dır. Bura stoyka vuruşmaq üçün yer deyil, bu Muay Thai deyil, bu sizin üçün boks deyil. Stoyka vuruşmaq, siz zəhmət olmasa gedin başqa təşkilatlarda stoykamızı vuruşun. Bu MMA-dır. MMA setkasına girmisənsə, sən hər situasiya ilə qarşılaşa bilərsən. Ona görə də çox danışmayın, boğazınızda yormayın. Öpürəm sizi. Полный стойка. 3 раунд, 5 рейдов стойка. Стойка, полный боевой, стойка. Стойка, брат, стойка. Стойka, брат. Bo'lib o'tadigan UFC, Octagon Liga va barcha MMA janglarini jonli efir Telegram kanalimizda qilamiz. Shu bilan birga janglarga prognozlar ham shu Telegram kanalida bo'lib o'tadi. Hatto o'tganingizdan so'ng 5 milliongacha bonuslar beriladi. Описаниедagi Telegram kanalimizga o'tib olamiz. Barcha jonli efir janglari shu yerda. Octagon Liga! Nima bo'libdi? Erka bilan O'zbekistonda maza qilib Octagonda kartishim joqdimi? Yo qattiqroq kaltiyim yosh boladan yana. Erka bilan maza qilib kaltiyedim. Nima bo'libdi? Bilat, ishlash kerak, ishlash. İşleş gerek. Blogerlik qilmasdan ishlash kerak. Tarnovkani qilish kerak. Ukam. Boz gazini yosh boladan kaltib bizni sharmanda qilib maktablarga 100 million pul tikkanman qo'ran bo'ldi. Ketdi arqingdan. O'chir bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Men boyga o'zimning fikrimni bildirmoqchiman. Sudya boyni ertachi to'xtatdi. Gol tukam zizlacha bergani yo'q. Sudiyani o'zi to'xtatdi. O'zi birinchi raund tugashi konsobga vaqt qoluvdi. Sudya ertachi to'xtatdi. Urishtirish kerak edi. Ukam urishaman dedi, sudiyani o'zi to'xtatdi. Mayli, shunday bo'lish kerak ekan. O'zbekiston Humo Arena kelgan muxlislarimiz, akalarimiz, O'zbekiston xalqiga hammalaringizga kattakon rahmat. Sizlarning poddishkalaringizni ko'rib juda xursand bo'ldik. Sizlarni hali xursand qilamiz. Ukam xursand qiladi sizlarni. Revanch bo'ladi. Revanchga inshaalloh shunaqa narsalarga ham tayyor bo'lamiz. Inshaalloh so'rab olamiz revanchga. Hammalaringizga rahmat. Gold ukam biza uchun chempion. O'zbekiston uchun chempion. O'zbekiston sizlarni yaxshi ko'ramiz, sizlarni sevamiz. Poddishkalaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Ko'chaga ko'rsanglarni taniysizlarmi? Kelin bola qo'rqmasin deb oppoqqina buvollikda uchrashuvga. Gol ukamga yetisha olmasam bo'lmaydi. Ukam ertachi uylangan. Endi akasini navbati. Beg'i to'ylar muborak. Yo yaxshi bo'ladi, yo yaxshilikka bo'ladi. Hammalaringizga rahmat.